Vesta elektrik stabilizatorlari 0,5 kV amperdan 5 kV ampergacha bo'lib, ular tarmoqdagi kelayotgan tokni bir xil me'yorda, ya'ni 220 voltda ushlab berish imkoniyatiga ega. Misol uchun bitta stabilizator ko'rinishida ko'rsatib beramiz, qanaqa ishlash prinsipini. Xo'p, bu birinchi значение sizning uyingizga kirib kelayotgan tok 186 volt. Bu esa sizning stabilizator tomonidan sizning bitovoy texnikangizga chiqarib berayotgan tok 221. Xuddi shu tokni to'g'rimi, noto'g'riligini o'lchab ko'ramiz. 226 atrofida ko'rsatdi. Plus minus 8% bor har bitta stabilizator bo'yicha. Va yana qanchadir vaqtdan keyin tok o'zining holatiga keladigan bo'lsa, mahsulot avtomatik o'zining holatiga keladi. Zadeshkasi bor, 6 sekundlik zadeshka bor. O'sha zadeshkadan keyin o'zining holatiga keladi. Ushbu mahsulotimiz sizning uyingizdagi barcha maishiy texnika, ya'ni televizor, xolodilnik va shunga o'xshagan mahsulotlarni erta kuyib qolish va o'z funksiyalarini yo'qotishni oldini oladi. Xo'p, hozir ko'rsatib o'tganimizdek, qachon bu barqaror holatni ushlab turadi? Qachonki 250 volt kiryapti stabilizatorga, bu chiqarib berayotgani 220 volt, 250 voltdan oshib ketadigan bo'lsa, bu misol uchun 270, 280 bo'ladigan bo'lsa, bu boyagi holatda o'chiradi. Va o'chirgandan keyin siz bitovoy texnikangizga 250 voltdan baland tok kirmasligini oldini olib beradi. Shu bilan birgalikda Vesta stabilizatorlarimiz tarmoqdagi sakrashlar yoki tokdagi o'zgaruvchanliklarni oldini oladi va sizning maishiy texnikangizni uzoq muddat xizmat qilishiga yordam beradi. Bu sariq knopka vazifasi nima? Bizda misol uchun stabilizatorimiz o'chdi va yondi. O'chib yongandan keyin bunda zadeshka holati bor, ikkita zadeshka holati. Birinchisi misol uchun boyagi 0,6 sekundlik, bittasi 180 sekund. Bu nimani bizga ta'minlab beradi? Agar uyingizda ko'proq tok o'chish holatlari yuzaga keladigan bo'lsa, iloji bo'lsa 180 sekundga qo'yib qo'ysangiz, u bemalol stabillashgandan keyin o'zini o'zi yoqadi. Agar unaqa holat ko'p bo'lmasa, obычный 0,6 holatda tursa ham bo'ladi. Vesta elektrik stabilizatorlari bu shunchaki qurilma emas, bu uyingizni himoyasi hisoblanadi.